Hammaga assalomu alaykum. Orqamdagi ko'rib turgan modeli Range Rover Defender deb bo'layotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Bu o'zimizning Jetour T2 modelimizda bo'ladi. Bugun sizlar bilan qaysi modelligi, qanaqa rastrochka borligi haqida gaplashamiz. X50 modellarimizga ko'pchilik bizdan rastrochka so'rayapti, rastrochkalarimiz yo'q. X50 modellarimizni avtokredit, leasing, bozor orqali halol nasiya boshqacha yo'llari bor, lekin rastrochkalarimiz yo'q. Yokida naqdga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Rastrochkalari bor avtomobillarimizdan sizlarga aytadigan bo'lsam, Jetour X70, ya'ni 7 o'rindiqli avtomobilimizdan boshlanadi. Narxi 318 million 500 bo'ladi. Buni rastrochkalari 50% boshlang'ich to'lov to'lansa 1 yilga, 60% boshlang'ich to'lov to'lansa 1,5 yilga xarid qilsanglar rastrochkaga bo'ladi. Bu mashinamizning xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, 1,5 litrli turbina motor bo'ladi, 156 ta ot kuchiga ega, 360 gradus kamera, panoramli lyuk, bagajli elektronli, sideniya elektronli, sideniyalarning abagravlari bor. Ya'ni funksional jihatlardan bu modelimiz ancha aqlli. Ko'rib turganingizdek, bizda ikkinchi pozitsiyasi ham bor. Ikkinchi pozitsiyasini kelishamiz. Avtokredit, leasing, boshqa to'lov turlari bilan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Va undan keyingi avtomobilimizda Jetour Dashing bo'ladi. Jetour Dashing modelimizga keladigan bo'lsak, bu modelni ko'p gapirib o'tirish kerak emas. Ko'pchilik biladi. Ko'pchilikning o'zini dizayni bilan o'ziga tortadigan avtomobil, sportivniy, derskiy ko'rinishga ega va undan tashqari sideniyalari ham sportivniy bo'ladi. Bu modelimiz ham ekonomik hisoblanadi. Ya'ni motor 1,5 litrli 4 silindrli turbina motor bo'ladi. 156 ta ot kuchi. Rasxoda shahar ichida 8 ta 9 ta atrofi bo'lishi mumkin. O'rtacha shunaqa bo'ladi. Bu modelimizning rastrochkalari haqida gaplashadigan bo'lsak, 25, 30, 40% bilan 1 yil muddatgacha, 50% bilan 1,5 yil muddatgacha. Agar 60% to'laydigan bo'lsanglar, 2 yil muddatgacha o'zini pulini bo'lib to'lab berishga hech qanaqa penya jarimalarsiz olsanglar bo'ladi. Va undan tashqari bizda har xil yutuqli o'yinlarimiz bor, har xil sovg'alarimiz bor. 1 milliondan 10 million so'mgacha pul yutuqlari. Undan tashqari har xil fenlar, plisoslar, ko'pchilik yoqadigan gadjetlar ham yutuqli o'yinlarga qo'yilgan. Eng muhimi bizda bu mashinalarga bonuslarimiz bo'ladi. Bonuslarga kiradigan narsa orqa polsfera tonirovka, poliklari kiradi. Undan tashqari agar shu videoni ko'rib keladigan bo'lsanglar, mendan mana shu hamma parogi yo'q modellarga men sizlarga parog qo'shib berishim mumkin. Bu faqat bu oyga bonusga qo'shiladi. Undan keyingi modelimiz T2 modelimiz. T2 modelimizni ham ko'pchilik biladi, o'sha shaharlarda ancha ko'payib qoldi. Bu modelimizning rastrochkasi ham 50% boshlang'ich to'lov bilan 1,5 yilga, 60% boshlang'ich to'lov bilan 2 yilgacha olsanglar bo'ladi. Mabodo 25-30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yilga ham rastrochkaga xarid qilsanglar bo'ladi. Mabodo 50% boshlang'ich to'lov to'layman, lekin 1 yil 1,5 yil muddat kam, menga 2 yil 3 yil deydigan bo'lsanglar, u variantni ham qilib berishimiz mumkin. Lekin ozgina oddiy kreditga nisbatan foiz stavkasi past bo'ladi. 5%, 10% shu atrofida bo'ladi. Ya'ni muddatiga qarab. Va bizda yangi modellar bor. Bu modeldagi SOS modellar kiradi. SOS modellarini S07 1.5ligi, S07 ni 1.6ligi, S09 2 turboligi va S09 gibrid versiyalari ham bor. Va bularning ham rastrochkalari 50% boshlang'ich to'lov bilan 1 yilga, 60% boshlang'ich to'lov bilan 1,5 yil muddatgacha o'zini pulini hech qanaqa penyalarsiz bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ranglarini ham qaranglar, o'ziga yarasha o'zgacha ranglarda kelgan bu modellar. Oldilari ham ko'rib turibsiz, liga o'xshagan dizaynda. Ko'pchilik shu model shunaqa modelga qiziqqandan hisobiga shunaqa dizaynda chiqarilgan. Ichlarini bitta ko'ringlar bu mashinani. Полный сиденьяli elektropaket, 3 положенияli pamitlari bor, обдув, обогрев, Sony akustikali, 360 gradus kamera, panorama lyuk, голосовое управление, 3-zonli klimat kontrol. Kerakli mashinada nima aytmoqchi bo'lganim, mashinada nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana shu mashina ichida bor. Bemalol kelsanglar, shu mashinalarni ko'rib, sizlarga yana test drive qildirib, shu yerda aylanib ko'rib, hisob-kitoblarni ham pulni chiqarib beramiz. Keyingi modelimizga keladigan bo'lsak, bu modelimiz SOS S09, ya'ni gibrid versiyasi bo'ladi. Bu 1,5 litrli turbina motor bilan va elektromotor bilan jihozlangan bo'ladi. Elektrada 100 km, общий elektro benzin полный bak bo'ladigan bo'lsa 1200 km gacha yuradi deyiladi. 1100 mingdan ko'p yursa bo'ladi bemalol. Va bu dizaynni ko'ringlar. Podsvetkalari ham o'ziga yarashib turibdi. Monitorni kattaligi, sideniyalarning pamitlari. Bu mashina yo'lda o'zini juda zo'r tutadi, chunki haydab yurgan mijozlarni o'zi ham kelib turib o'zi bergan. Katta yo'llarda, ayniqsa danli yo'llarda maza qilib
odamlar misol uchun boshqa viloyatlarga ham mazza chiqib kelyapti. Klientlarimiz даже qo'ng'iroq qilib rahmat ham aytishyapti. Bu mashinamiz anchagina gabarit jihatlama ham katta va anchagina keng bo'ladi. Agarda sizlarga qaysidir model qiziq bo'ladigan bo'lsa, batafsilroq ma'lumot olaman deydigan bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Sizlarni Jetur Sergeli avtosalonimizda kutib qolamiz.